Azroq qisqingiz bo'ldi, davomliq mushtan chiqib olsiz. Hisob etdim. Aqsu. Menga chiqmayman işte. Aqsu dedingiz, ha? Ha. Chiqma. Nega deyman mashina? Aqsu. Aqsu dedingiz, ha? Şuna hemen Aqsu keldik. Aqsu deb ketdiniz. Şuna. Ne bu? Aqsu debdiniz, Aqsuga keldim-ku. Hey, ben ıslap getirip Aqsu diken. Biraz Aqsu'ya kep yemem. Aqsu pencuma. Aqsu derverdiniz, Aqsuga keldim şu. Hey, ben marak içip ıslap kep gelgen Aqsu öpmedi gelsin mi? Biraz Aqsu pencuma şimdi tutup bu. Aqsu derverdiniz, Aqsuga kelmeyin. Bak, kızım da bir cütte bakın. Bakın. Dostlarım, ben bugün Aqsu şehirde. Bir yerde demiş kıldığınız sanırsanız şu Şinjan Tibbi Mahir Biyopenteknik şirketin kurgucusu şu Mayra Hanım neçe yıldan beri şu Şinjan təvəzki bütün şu konflikt kütülüş orunlarına özününki əmeli texnik üskünleri ve şu nakbeyden sözlügen dersleri yetkizgen bilimler arkalık şolanınki terakkiyatı zor tökü koşkan şundakla 75 orunda tarmak şirket orunlarını kendilerini açkan şu Mayra Hanım Aqsu şehrdeki şu kütülüş orunu kılıp atkan barcha hanım kızlarımızga acayip katta bir hoş haberni bir ep ketdi. 4. ayının 29. günü başlanıp 5. ayının 1. günü ayaklaşıdı. Yani 3 gün şu Aqsu şehirde kütülüş orunu içip hazırkıdaki iqtisatga sat. Xarida menbasi yok, dokanın icaresi yuqori. İş qısagan adamlarımızın maaş ayını qıstavatkan, besim her taraftan kilovatkan, muşunda nemiş qilishimizni bilinmayotgan vaqtda acayip yaxshi fursatdan birini ep ketdi. Qolgan tafsilotni Mayra xonimning og'zidan anglaymiz. Salam azizlar, Aqsu viloyatidagi barliq konflikt kutish o'rinlari bizning 3 kunlik tarbiyalashimizning asosliq afzalligi 3 turga bo'lindi. Birinchisi, biz do'yin konfam bilan hamkorlashib Şinjan diyarındaki konflikt kutish o'rinlarining iqlim masalasini nihoyat yaxshi hal qilgan bir korxona bo'lib bilan bizdan hamkorlashgan barliq konflikt kutish o'rinlarining hukundagi mulozimatlarini do'yin Kangol esish orqali hukumatning ichidagi mulozimatlarni to'rlar orqali yangi bo'lgan xayriya manbasini akilish, iqlim kafolat qilish, hukundagi mulozimatlarning filmlarini, shipinglarini, haybollarini shirkat taraf o'zimiz ishlab, bir yillik mulozimatni qilish orqali yaxshi bo'lgan xayriya manbasi yilda 500 dan 1000 bo'lgan muqim xayriya manbasiga ega qilgan bir sharoit hozirladik. Ikkinchisi, Anvar Ma'lumdan iborat bizning tibbiy universitetining bakalavri, shunaqla xalqaro tug'utlik asli keltirish jihatda belirli ta'sir ko'rsatgan Unvanova ustozimizningki tug'utdan keyingi xonim qizlarimizning oldindan tug'utdan keyin bo'shab ketish, sudlik tutib olmaydigan har turli masalalarni amaliy va nazariyani birlashtirilgan holatda birdan-bir yetaklab tarbiyalashdan iborat nihoyat yaxshi bo'lgan bir imtiyoz sharoitini hozirlab keldik. Şuna muşu fırsatla yaxshi payını verip, şundaqla bizningki Maliya iqtisod institutininki Maliya iqtisod bakalavri, yani bizning Şinjandan chiqqan muşu dukan san'ati amaliy dukanlar bilan dukanning ichidagi xodimlar o'tirishga munosabatlarni, dukan bilan xaridorlar o'tirishga munosabatlarni eng yaxshi loyilab, bizning Şinjanda belgilik ta'sir ko'rsatgan ustozimizningki o'zining xalqaroda o'rgangan eng yaxshi bo'lgan bilimlarini dukanlarimiz orqali amaliy tajribalar orqali sizlarga yetkazish bilan birga do'konlarning bundan keyingi do'konning ichidagi odam kuchi masalasini, shundaqla iqlim masalasini, shundaqla texnik masalasini bu 3 kunlik tarbiyalashning o'zida amaliy ko'z tutish, o'g'itish, amaliyotda ish tanlaydigan eng yaxshi bo'lgan bir unumli darsimizni sizlarga sundik. Biz har yili yodinglarda bor, necha qara dars boshlaymiz, qolgan darslarimizning hammasida 15.8 koy, 5.8 koy, 9.8 koydan ibaret tarbiyalash baholari bilan ishga tarbiyalash kelgan. Endi bu qitim 980 yon orqali bizningki 9.8 koylik darsimizning o'zini amaliyat birlashgan asosda naqd maydon o'rganiladigan, do'konga berib ishlatiladigan taktika, texnikalarni sizlarga sundik. Fursatni chon tutinglar, soni faqat cheklik 100 odam bilan cheklandi. Xo'sh, tuvanda shu Mayra xonim so'zlab chiqqan imtiyozlardan, mush fursatlardan bir foydalanaylik uchun lafazga aloqalashsam bo'ldi. Undaqda men shakilib e'lon tartib Mayra xonim ishimizga so'rab qo'yay. Mush 100 o'qish tizimlaymiz dedik. Bir oldin ishchiroq fursat tutib tizimlab qolgan oldin bir imtiyozlar bormi yo'qmi? Bizningki o'qish bitirish guvohnomasi
Esat biz 3800 koyun algan uçturuş kıvanamımızı aldın 30'dan kısmetkan dukandarlarga uçturuş kıvanamız arkalık mesela tuğutdan kek eslik yatır uçturuş kıvanamızı aksız hediye kılımız. Muş 980 koyun içinde mi? Elbette işte onu işte. Mana bu bek yaxshi fursatgan, cho'ng'ish fursat tutamiz, san'atli bo'lmaydi. Biz aloqamiz telefon nomeridan bir devetlik qo'yamiz uchun 155 69 39 93 37. Mush nomer bevosita telefon qilish orqali va yakunda qatish orqali faoliyatninki, shu dars imtiyoziniki o'rni, tafsilot, vaqtini tafsil so'rasanglar bo'ladi, davay.